Akalar, e'tiboringlar markazida BMW G30 mashinasini qabul qilib qolganmiz. Bu mashinamizga nima ishlar qilganmiz? Sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Ahamiyat berasizlar, mashinamizni oldi, ya'ni seryozni qismi обрисовкалаrini Black Piano qilib berganmiz. Mashinamizni oldi kapot faralarini broniy plyonka qilib berganmiz. Ko'ryapsizlar, kuzovlari yonib turibdi. Kuzovini 3 etapli professional polirovkalarini qilib berganmiz. Plus mashinamizni ko'ryapsizlar, yon qismi, oyna chekalari, eshik ruchkalari, orqa spoilerlari, tomidagi akulalargacha Black Piano bo'lgan. Mashinamizni holatini o'zingizlar bitta ko'rasizlar. Yoqqan bo'lsa, birinchi tanishingizga jo'natib qo'yasiz. Akalar, nomerga ahamiyat berasizlar. Nomerni o'zi alohida tema, mashinani o'zi alohida tema. Bilasizlar, любой mashinani qurchoq qilib beradigan narsa nomer bo'ladi. Nomerga o'zingizlar bitta baho berasizlar, ko'rishingiz mumkin 700 BMW. Bu videoda BMW tanishlarga sraz jo'natib qo'ymasanglar bo'lmaydi.